Hop, ekranim ko'rindi. Hop, qaraydigan bo'lsak, tillamizda bugun ozgincha o'zi tilla вообще olib qarasak, o'zi nima naklonda turibdi, naklon bo'yicha qarasak, tilla o'zi payda turibdi ekan. Hop, eng yaqin bizada maksimum yangilangan va bu yerdan ham eng yaqin o'sha globalniy maksimumimizda nima bo'lgan? Perixaniyan yangilandi. Va bilamiz, to'shda narx maksimum yoki minimumni yangilab keyin yuradi ekan. Bu yerdan xuddi shu holat, ya'ni narx yangiladi va prosta bizada отскок kuzatyapmiz hozir. Ya'ni narxda boyaga yurdik va откат, undan keyin продолжение. Tushunarli? Вот, ungacha bo'lgan holat. Demak, mana shunday ko'rinish ekan. Demak, qaraydigan bo'lsak, bizada bir necha switchlarimiz qizil bo'lib yopilib boryapmiz va men olgan zonamni ko'radigan bo'lsak, maksimumlar bilan zona qilib olganmiz. Va endi xuddi shu joyda ko'p uzoq kelajakka ketdimiz. H4 dan impulsni qizil switchlar va o'rtada ko'k switchlar, qizil switchlar, ko'k switchlar, qizil va red tesli yana bir bor. Demak, seldan dalolat bor, chunki narxda impuls bor sel uchun va bu yerda bizada nima qilyapmiz? Chiqyapmiz shunchaki. Mana ko'rinish. Balkida. Hop, davom etamiz. H1 ga o'tib ko'radigan bo'lsak, H1 ga o'tadigan bo'lsak, narx eng yuqori nuqtasidan bizaga sel uchun возможность bergan ekan, deylik, mana bu yerdan minimumlar va bizada maksimumlar mavjud. Demak, minimumlarni birlashtirdik. Ichki strukturada, ya'ni fraktalniy strukturamiz ham mavjud ekan. Va bizada minimum mavjud, maksimum va maksimum mavjud ekan. Demak, bizada birinchi proboydan keyin bizada switchnoy bergan. Proboydan keyin bizaga switchnoy bergan va bu yerdan qaraydigan bo'lsak, deylik, bizada globalniy proboy degan bo'ladi ekan. Shu yerdan ham bizada globalniy proboyimiz mavjud ekan. Xo'p, skerisi bizada narximizni proboy qilib prosta tushib ketamiz ekan va narx endi proboydan keyin nima qilyapti? Shunchaki narx kanalga kirib qolyapti. Va hozircha kanal ishlaymiz. Endi qarayman sizlarga o'zini bitta zakonomerskiy ko'rsatib qo'yaman, ya'ni balki bo'lar bugun, balki yo'q, lekin so'rada bo'lyapti shu narsa. Qaraydigan bo'lsak, maksimumlarga qaraylik. Bir-biridan yuqoridan maksimumlari. Va undan keyin nima qildik? Narx tushib ketib qoldik. Ya'ni maksimumlari bir-biridan yuqorida va minimumlari ham bir-biridan yuqorida. Undan keyin tushib ketib qoldi. Hop, xuddi shu holat qaraydigan bo'lsak, minimumlar bir-biridan pastda. Ko'rasizlar? Minimumlar. Shu ko'rinishda deylik, bizada minimumlarimiz bir-biridan pastda. Va bu yerda maksimumlarimiz yangilanadi va bu yerda qarasakchi, maksimumlarimiz bir-biridan pastda bo'lib boryapti ekan. Demak, bo'lishimiz mumkinki, demak, narx bizada red testda turib, va bunaqa holat bo'lishi ham mumkin ekan bugun uchun. Nimaga? Chunki biz maksimumlardan sel ko'ryapmiz, minimumlardan bay ko'ryapmiz. Bo'ldi, shu bo'yicha. Demak, narx yana minimumga kelsak, yana bayni o'ylashimiz mumkin. Пока что narx maksimumdan qaytyapti, sel deb o'ylaymiz. Tushunarli? Jam qo'rqinchli boshqa narsalar shartimiz shu holat. Demak, biz uchun o'z umuman olganda sel bo'la oladigan zonamiz 92-99, ya'ni globalniy gaplashganimizdagi gap bo'ladi degan. Вот, ya'ni globalniy qaraganimizda ham narx nima qildik? Как положено, red test, va red testdan keyin qaytib kelamiz ekan. Xo'p, H1. Demak, bizani qoidamiz bo'yicha narx nima qilamiz? Zonadan past yopilishi kerak. Zonadan past yopilib berdi switch, yangi switch ham past ochildi. Bu o'zi selga harakat qilib ko'rsa bo'ladigan joyi ham, bunday qaragan. Вот, ya'ni undan keyingi switchdan kutdik. Bizada nima bo'ldik? Taka qizil bo'lib yopilib berdik. Yaxshi. Ideal bo'lishi yana qaraydigan bo'lsak. Xo'p, M5 dan qaraydigan bo'lsak ham chiroyligina narx kanalviy naklonda qolib ketibdi ekan. Bu yerda ham qaraydigan bo'lsak, narx nima qilgan? O'sha M5 da endi kichkinagina narx naklondan deylik chiqib ketdik va undan keyingi tushib kuzatishimiz mumkin ekan. Va bu yerda ham yana narx naklon o'sha kanalga kirib qoldik va kanal bo'yicha davom etamiz ekan. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, narx kanaldan chiqishdan oldin switchnoy bergan. Buni o'quvchilarim yaxshi bilishadi. Va proboydan oldin ham switchnoy bergan. И также bizada maksimum deydan ham nima bo'lgan? Yana switchnoy bergan. Va bolalar qaraydigan bo'lsak, o'quvchilar, bu yerdan ham bizada switchnoy mavjud. Va bu yerdachi likvidatsiyamiz mavjud. Ya'ni narx bitta soya tashlab, o'zidan oldingi narxlarni, maksimumlarni yangilab, ya'ni narx yangilaydi nimaga? Likvidatsiya qilamiz ekan. Bo'ldi, likvidatsiya qilib, undan keyin yana dalshi keyingi switchlar davom etamiz ekan. Demak, bu impuls bizada bemalol minimum yangilangancha. Xo'p, men o'ylayman bugun uchun umuman olganda tillalaringizni
Hop, endi qaraydigan bo'lsak, mana shu nuqtalar o'zi aniq. Ya'ni, hop, men ham o'yladim, birinchi bay deb, mana Shahram bay berdi, что bay endi ishlab bo'ldi, misol uchun bay berdik, bir necha punktga ishlab berdi. Hop, endi global haqida gaplashyapmiz, misol uchun men ham bay deb o'ylovdim. Mana bu yerga kelganda bitta bay, ikkinchi bay zonadan, uchinchi bay, как положено, to'rtinchi bay, beshinchisida bitta manamga хотя бы kirib, keyin mana bunaqa vaziyat bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Tushunarli? Ya'ni pastda ham zonalarim ko'payib ketib qolibdi. Hop, shunda menga mana bu qoidaga tortadi. Hop, narxda qaraydigan bo'lsak, o'syapmiz. Ya'ni nima qildik? Verify qildik. Undan keyin retest и продолжение. И продолжениemiz ham pastgacha boradi ekan. Plus minus keyingi maksimum. Mana shu ko'rinish. Tushunarli? Mana shunda men o'ylayman, naqshi yanada formatsiyamiz shakllanadi deb o'ylayman. Hop, hozircha bizada svichalarimiz zonadan pastga yopilib berayotganligi sababli sel deb o'ylaymiz. Mana 8 minut qoldi. Plus minus shu H1imizga. Shu H1imiz ham o'sha impuls bilan xuddi shu ko'rinishda pastga yopilib bersa, bu biz uchun juda ham yaxshi. Ya'ni то, что narx yana dальше selib ketishi uchun. Endi ehtiyot bo'lamiz, ozgina azob berib tushishimiz mumkin, lekin skорее всего selib ketishimiz kerak, chunki maksimum olindi, minimum olinmadi hali. Tushunarlimi? Shuni hisobiga. Minimum olinsa keyin bay deb o'ylaymiz. Ya'ni hatto minimum olinsin degan mana bu ko'rinish, undan keyin. Hozircha даже minimum olinmadi. Hozir bizlar nima qilyapti ekanlar? Maksimum olingan. Ya'ni maksimum olindi, minimumga keldik, yana maksimum olindi, yana minimumga keldik, yana maksimum olindi, yana minimumga kelishimiz kerak. Tushunarli? Xuddi shu ko'rinish. Va xuddi shu ko'rinish teskarisida ham ishlab bergan. Как положено? Mana minimum olindi, maksimumga keldik, yana minimum olindi, maksimumga keldik. Hozircha minimum olinsa, keyin maksimumga keladi deb o'ylaymiz. Просто bozorga qarab harakat qilsak bo'ladi. Ya'ni maksimumlar yuqorilashib ketyapti va undan keyin minimumlar bir-birini, ya'ni maksimum va minimumlar bir-birini yuqorida va bitta low kuzatishimiz mumkin. Bu yerdachi maksimumlar bir-biridan pastda, minimumlar ham bir-biridan pastda, bitta low kuzatishimiz mumkin pastga qarab. Tushunarli? Вот mana shu ko'rinish. Demak, bu lowdan keyin biz dalshi chiqib ketish kuzatishimiz mumkin ekan bayga. Chunki bu yerda ham bir necha hayladan keyin narxda kuchli tushish kuzatganmiz. Bu yerda ham bir necha lowlardan keyin bitta kuchli ko'tarilish kuzatishimiz mumkin. Ko'tarilish bor, ya'ni narx skорее всего bayda, lekin undan oldin bitta tushib chiqishimiz kerak degan fikrdamiz. Chunki mana bu zona o'zi kuchli zonada, mana shu turgan zonasini o'zi ham kuchli zona. Demak, bu yerga yana bir marta qaytib kelyapti. Demak, o'zi вообще-то shu kuchli zonadan chiqib ketdi narx. Qarang, mana shu kuchli zona. Bittada qaytarib bor, ikkinchi marta ham kirdi, yorib o'tolmadi. O'zi kuchli zona edi shu. Narxni qaytarib yubordi. Shu qaytarib yuborganda просто перехай qila olmadi-da, tushunasizmi? Хотя бы перехай qilib qo'yganda edi, boshqacha ham aytdi. Shuncha kuchli zona ham перехай qilib qo'ya olmadi. Demak, shu uchun hozircha narxda bu retest holat va sell deb o'ylayman. Demak, bo'lish mumkin bo'lgan holat mana shu zonani buzsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nechi bu deylik, 80, 74. Ya'ni bu buzilsa, bizada shu 65, 60lardan, ya'ni mana shu oralig', 65, 60 oralig'idan biz примерно bay ko'rsak bo'ladi ekan. Ungacha bay ko'rmaymiz. Ungacha bay qachon ko'rasiz? Ya'ni o'sha sizga aniq, bizada maksimumlarimiz mavjud. Maksimumlarimiz yangilansin, switchlar bo'lib, undan keyingi switchdan biz bayga harakat qilamiz ekan. Mana shu ko'rinish. Undan keyin bayga. No, lekin ungacha bo'lgan holat bizada zonani ichidan qaytyapti ekanlar. Ungacha bo'lgan holat biz sel deb o'ylaymiz ekan. Tushunarli? Mana shu holat. Demak, analizni sizlar bilan hozir tashlab ulashaman ekan. Kim qayerga tushunmadi? So'rashlaringiz mumkin. Hozir testdan bay ishlasak bo'lmaymi? Bo'ladi. Xo'p. O'z bizga eng yaxshi vaziyat mana shu 65, примерно 60 larni kutib bayga kirganimiz ma'qul. Siz hozir bayga kirishingiz uchun mana bu zonalar yorilgandan keyin bayga kirsangiz yanada maqsadga muvofiq. Chunki bizada eng yaqin globalniy rezistensiyalar mana shu va bu rezistensiya yangilangandan keyin narx hech qanaqasiga qaytmaydi. Shu bilan maksimumga chiqib ketamiz ekan. Ya'ni 500 punktga o'sish ehtimolimiz bor. Birinchi o'sha biza yangilangandan keyin 400 punktga. Tushunarli? Narx aytyapti, sel deb o'ylaymiz ekan. Tushunarli? Ya'ni maksimumlardan narx aytyapti ekan, hozircha sel deb o'ylaymiz. Minimumlardan qaytsak, bay deb o'ylaymiz. Ya'ni narxdagi qoida bu. Hop, bu yerdan nima holat bo'lgan? Ya'ni narxda eng yaqin
bir necha maksimumlar yangilandi va undan keyin nima qildik? Atka va bir necha minimumlardan faqat pay chiqib ketganmiz. Ya'ni e'tibor beramiz shu joyda, ya'ni bu ham sistema va strategiyasini olib qaraganda. Hop, eng yaqin maksimum bizdan oldingi maksimum yangilandi va undan keyingi hosil bo'lgan supportlardan narx prosta qaytib ketdi ekan. Ya'ni supportga keldik, buy, yana supportga keldik, buy, shunchaki supportdan buy oldik, buy, yana keldik, buy. Tushunarli? Hop, endi qaraydigan bo'lsak, xuddi shu holat mana bu yerdan takrorlanishi mumkin-da. Men shuni nazarda tutganman. Demak, yana yoriydigan bo'lsak, eng yaqin o'sha retestlardan bemalol buyga qo'shib olaveramiz. Va bizada hop, mana bu yerda shu holat bo'lgan, ya'ni eng yaqin deylik, supportlarimiz edi. Nima qildik? Eng yaqin supportlarni buzib qo'ydik va undan keyin eng yaqin o'sha resistancelardan sel ketdik. Resistancega keldik. Sel ketdik, yana resistancedan sel. Примерно maksimumlar mana resistancedan yana sel ketyapmiz. Tushunarli? Demak, bu qoida bozorda mana kecha ham ishlagan, bugun ham ishlayapti, ertaga ham ishlaydi bu degan. Вот. Endi bizada qachonki yana shu minimumlarimiz agar yoriladigan bo'lsa, eng yaqin resistancelardan retestdan sel kirib olaveramiz. Bu ham o'zi eng oddiy bitta sistema. Buni faqat ketayotgan bozorda ishlasangizlar tushunasizlar. Hop, mana shu qoida va mana shu sistem ekan aka-ukalar. Hop, kim qayeriga yana tushunmadi. Hop, o'ylayman tushunibsizlar bo'lmasa, demak, razborlaringizni anchadan beri bir ko'rmadim. Bir ko'rib chiqamiz degan razborlaringizni, nima gaplar? Hop, bu yerda prima analiz qilgansizlar, demak, sonini olgansiz. Hop, примерно deylik bizada kanaldan chiqdik, retest. Hozircha bo'ladi. Yaxshi. Hop. Nega asosan olindi? Aksiyalar, minimumlar. Break bo'lsa. Okey. Hop, yo'q, bir o'zlaringiz ishlaganlaringizni tarixdan ko'rib, tushunganlaringiz bo'yicha qilmadinglarmi? Shuncha kundan beri. Hop, tushundim. Примерно o'sha analiz qilishni o'rgangansizlar. Lekin baribir zonalar olishda kamchiligimiz bor ko'pchiligimizda. Misol uchun sizda. Ko'p kamchiliklaringiz bor lekin zonalarda. Hop, bo'ladi. O'z shu zonalar tortishni o'rgansangizlar, men keyinchalik ham sizlarga o'rgataman. Yanada yaxshiroq zonalar tortishni o'rgatib qo'yaman. Osonroq qilib. O'sha kirdi chiqib ketadigan zonalarni beraman. Hozircha shu etaplarda o'taylik. Anchadan beri shu zonani to'g'rida o'tamiz. 8 8 5 struktura. Biz bor. Undan keyin holat perixayimiz ham mavjud. Как положено, perixaydan keyin retest. Yaxshi. Demak, zonalari mana qoldik. Hop, yaxshi. Bu nima bu? Zonam bu. Minimumlar oldik. Bo'ladi. Примерно yaxshi zona olgan mana shu bilan. Hop, minimumlarni tushundik. Maksimum bera qo'ydik. Ha, bu yerga. Okey. Yaxshi. Hop. Yaxshi. Zo'r zona olgansiz mana buncha. Hop. Shundan bo'lgan davron. Demak, bizda adkatlarimiz ham mavjud. Proboy juda ham zo'r.
Atboy holatlarimiz mavjud. Bu yerda, ya'ni proboylar mana ancha to'g'rilangan. Ancha zo'r proboylar topyapsizlar. Chem ozingga nisbatan chiroyli, zo'r. Judayam zo'r mana. Atboy kichkinagina va proboy. Undan keyin holat tez chiqib ketishimiz kerak. O'zi e'tibor bersangizlar, tillada zo'r ishlab beradi proboylar, atboylar. Faqat o'shani ko'ra bilishimiz kerak xolos. Mini risk zo'r 250 punktdan ziyod. 5. Молодец, красавчик, четко сделал какой-то. 311. 311 mana shu yerdan. O'zi ijak qilibsiz, kiribsiz ham. Zo'r. Yordik, Gretes degan haqiqatdan mana Retesdan o'zi ham kiryapti bola. Zo'r, красавчик. 1 ga 5 deb olsa, meni fikrimcha oltin yana shu hafta 3.4 chiqib ketadi. Yaxshi. Zo'r. Demak, bizada maksimumlarimizda haylarimiz mavjud. Примерно SNR deylik. Hop, yaxshi. Примерно zonalarimiz zo'r. Hop, sonar. Yaxshi. Bo'ladi. Yaxshi. Rozimiz lekin agar shunaqa desa. Hop, молодец, zo'r narsa qilasizlar kelar. Xursand bo'ldim. Chotki. Lekin baribir zonalarda ko'pchiligimizda kamchiliklar bor. Faqat shu menimcha ko'rib chiqishimiz kerakda darslarni. Ko'pchilikda shu darslarda kamchilik bo'lyapti menimcha. Shu darslarni ko'rib borsak to'g'ri bo'ladi. Atek zonalaringiz o'sha kimlar bor oldindan 2-3 oydan beri yaxshi. Bittada to'g'ri topgansizlar. Даже bir ikkita sekretlarni aytmaganman, topib qolibsizlar shu sekretlardan. Indamay o'tib ketyapman, tek ko'rib qolyaman. Hop. Yaxshi, atboy bor. Undan keyin Retesimiz ham mavjud. Chotki. Texon, Delegate, SNR, H1, Engelfin, Pilot. Hop, yaxshi. Python, H4, Real. Okey. Dostonchi, yaxshi. Nimalar tashlasan, lekin berilib ketasiz ko'p analizga borib, do'stim. Yaxshi, nima bu? Молодец, do'stim, красавчик. Hop, yaxshi kattalar. Yomon emas. Hop, tugatdik buni izdevkalar. Save, da maksimal. PP2 2 punkt. Zo'r, 100 punkt zo'r, 2 punkt вообще bomba. Hop, atboy holatimiz mavjud, atboy mavjud va proboydan keyin turishimiz kuzatishimiz mumkin va undan keyin globalniy retes kuzatishimiz mumkin. Bittagiga chiqsak, shu yerdan bay bo'lmasa ham buni yorsa, dash berilib bo'lib ketadi. Shunda bu fake out bo'ladi. Ya'ni narx agarda o'zi to'g'ri analiz bergan mana shu yerda. Endi kelajagini ko'rish kerak, nimalar bo'ldi yoki nimalar bo'ladi. Shu holatda chiqib ketsa, chiqib ketdik. Chiqib ketmaydigan bo'lsak, shu bilan berilov kuchli bo'ladi. Shunda mana bu territoriya bizada fake out bo'ladi. Ya'ni sложный bo'ladi bu yerda. Xo'p, mustasno holatni ham bo'lish mumkin-da, shuni ham bilib qo'yinglar. To'g'ri, faqat biz o'ylaganda emas, shu analizga prям timtik xato ketib qolishi ham mumkin-da. Shunda kirgan joyingizdan sel ketib qolishi ham mumkin-da. Bularni ham kuzatib ko'rib borishimiz lozim. Hop, keyingisida. Hop, bu yerda mana oqsha berganlar. Zo'r. Hop, endi bu yerda bizda ishlab bersak, shu yerda ishlab berishimiz kerak-da, xuddi aytganimiz kabi. Ya'ni agar ishlamasak, shu minimum bizda o'sha aniqlashtirib beradi, narx bayiga ketamizmi yo shu yerdan selga ketamiz. Shu yerda minimum aytib beradi.
Hop, haqiqatdan ham menyu bilan nima qildik? O'tkazib bormadik va eng yaqin maksimum yangilandik. Undan keyingi investitsiyacha yetarli chiqib ketdi. Ya'ni shu yerda ham maksimum yangilangandan keyin narx birga ketyapti va support o'tkazib yubormayapti narxda. Tushundingizmi? Voy. Hop, endi o'tib ketib qoldim. Hop, narx kanalda biza qo'llab-quvvatlayman hozircha kanalni. Endi ko'ramiz kanalda o'ylayman что pastga yorsak, yaxshi pastga ketsa kerak. Endi bayiga yorsak, bilasizlar kanalda endi farq yo'q, bayiga yorsak keyin dal pay kuzatishimiz mumkin. Bo'ladi. Endi bu yerda chiroyli ham mazda analizingiz, aka. O'sha zo'r analiz qilmagansiz lekin. Chiroyli emas analiz. Misol uchun. Hop. Mana bu analiz ham bolli-menli rohat hamda tushunsa bo'ladiganda. Hop, o'ylabdik, mana maksimumlari. Hop, shu maksimumlardan o'tkaza olmayapmiz. Sel ketishimiz mumkin deb taxmin qilyapti ekan. Yaxshi, chunki pastda urod blogimiz ham bor ekan. M3'da. Hop. Symboli bizada minimumlar low bo'lib ketyapti ekan. Hop. Ya'ni mana bu qoidada. Hop. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Ustoz, shu analizni mandanda hozir tashlagan edim. Aha. Ko'rib chiqayotgan ekansiz. O'shanga ozroq yanada chuqurroq tushuncha berib ketsangiz, xatolarni to'g'rilab tursam bo'lardim. Ana shu mikrofoningiz bosing endi. Xo'p. Hop, endi qaraydigan bo'lsak, bu yerdan narx o'z вообще tepaga chiqib ketishda, mana shu maksimumni o'z bayiga chiqarib yubordi narxni eng yaqin. Hop, bayiga chiqdik va retest, yana chiqdik, bular просто retest и davom etamiz. Yaxshi. Endi xuddi shu ko'rinishda bizada zonalar qilib olingan, bu analiz to'g'ri, ya'ni zonalar qilib olganda eng yaqin bozorni ishlash kerak bo'ladi. Shunda eng yaqin maksimumlarga qaraymiz. Eng yaqin maksimumlarni zona qilib olganmiz. Chiroyli zona bo'lganda mana shu eng yaqin chiroyli zonacha deylik. Mana shu ko'rinish. Hop, switchga kirib keldik. Mana birinchi kirib kelishda atkat mavjud, ikkinchisida ichida yopilyapmiz, uchinchisida ham ichida yopilyapmiz va uchinchisida chiqib ketdik ekan, M30 bo'lsa ekan. Va to'rtinchisida hozir davom etyapmiz ekan. Hop, struktura glavnisi bizada mavjud. Ya'ni strukturaga qaraydigan bo'lsak, просто kanaldan yana chiqyapmiz, sel ekan. Bu yerda ham kanaldan chiqamiz, sel ekan. Demak, yana shu holat. Globalniroq qaraydigan bo'lsak, demak, skoro kanaldan chiqamiz, yetakchisi. Bo'ldi, charqilashtirib borish kerak emas. Bu yerda ham zonalar bor, mana bekorga qo'yib qo'ymagan buni. Bular ishlab berdi deylik. Bir marta o'zini qaytarib berdi, ya'ni oqladi. Ikkinchi marta ham o'zini oqlagan. No, birinchi kirib kelish hali narx bular bo'lmagandagi mana bu yerda kirib kelishda ham narx o'zini oqlab bergan bu yerda bitta yurib. Ya'ni mana shu olingan zonalarimiz bu yerda o'zini oqlab bergan, bo'ldi. Ishni qilib bo'lgan. Hop, qaysidir mana. Endi bizada hop, просто buy ketish uchun ham per-high kerak. Chunki sell ketish uchun bizada per-low mavjud. Minimumlarimizga e'tibor beramiz. Minimumlarimiz low bo'lgan. Retestimiz ham mavjud. Yana minimumlarga ehtiyot bo'lamiz, yana low bo'lgan. Yana minimumlarga ehtiyot bo'lamiz, yana low bo'lgan. Bu soya просто borib kelmadi-da, tushunyapsizmi? Bu soya просто borib kelmadi. Chunki bu uzun bo'lib soya borib keldik, demak, будущими shu yaqin kelajakda narx shu soyani bitta yuvib kelishi kerak. Ya'ni yuvib kelishi kerak degani yangilab kelishi kerak degan. Tushunarli? Endi fikrimcha shunaqa holat. Nimaga? Chunki bizada minimumlarimizni qaraydigan bo'lsak, mana eng yaqin minimumni low qilyapti, narx chiqib, qayergacha chiqyapti? Maksimumga. Undan keyin retest bo'ladi. Yana minimumni qaraylik. Low qilyapti, yana maksimumgacha chiqyapti, maksimumdan yana low bo'ladi. Yana minimum low bo'lyapti, yana maksimumgacha chiqib, maksimumdan low bo'lyapti. Demak, tarix bo'yicha xuddi shunday takrorlanib ketaveradi ekan. Farqi yo'q bu narsaga. Hop, bu yerda ham xuddi shu holat, ya'ni maksimum high bo'lyapti, yana sel ketyapmiz. Bu yerda ham yana maksimum olamiz, maksimum yana high bo'lyapti, yana sel ketyapmiz. Tushunarli, aka-ukalar? Demak, bu narsa o'sha nima deydi, история повторяется-da, tipa tarix takrorlanadi. Tillarda, nafaqat tillarda, balki boshqa paralarda ham xuddi
Ustoz, Hop, katta lavozim bor-da. Uzilib qoldi. Kelyapti. Ustoz kelyapti. Uzunroq kelib keladi. Hop. Demak, tushundingizlar, bu qaysi analiz edi endi? Mana shu analizimiz bo'yicha shu holatlar ekan. Lekin sizniki chiroyli emas aka. Ozgina kamchiliklaringiz bor. Sal analizingizni kamaytiring. Bu sizning xatongiz. Xo'p bo'ladi. Ozgina kamaytiring analizingizni, chiroyli chiqadi keyin safar. Atak zonalaringiz o'ylayman to'g'ri olingan. Hammasi normal, faqat ko'payib ketgan xolos. Tushundim ustoz, rahmat. Xo'p, shunaqa holat kutyapman men. Berixaycha. Xo'p, bo'ladigan holat ya'ni mana shu yerdagi holatga qarab, prosta bu yog'ini taxmin qilsak bo'ladi. Demak, minimum yordik, undan keyin sel ketdik, bu yerda ham mana bunday ko'rinish. To'g'ri, xato bo'lmaydi, buni qilsak. Hop, bu yerda narxda o'rtadamiz. Okey. Hop, agarda bizda narx ko'rsatganday yoriydigan bo'lsak, keyingi mana bu minimumlarda yana dalshi bayga ko'ramiz. Shunda 3400 haqiqatdan chiqib kelgan bo'lamiz. Hop, bo'ladi bu ideyangiz. Bu ideyangizga ham qo'shilmayman emas. Shu, ya'ni kanal bo'yicha harakatlanish kerak bu yog'iga dalsh. Hop, amalga kirdikmi? Kiribmiz ekan, plyus minus. Demak, hozir ob'yom boshlanadi bozorda. Shu ob'yomga qarab ko'rishtirsak bo'ladi. Agarda narxda bizda bayga signal bo'lsak va maksimum yoriydigan bo'lsak, ko'ramiz. Sal teparoqda yana bitta seliga. Bo'lmasa ham dalshi hozir 1,5 soatlardan sekin minimumdan low bo'lsak, seliga qo'shilib olsa bo'ladi. Tushunarli? Hop, o'z Amerika indeksida ozgina kuzatsak bozor o'z yanada dalshi aniq ko'riladi. Prosta analiz tayyor, bozor kuzatish qoldi xolos. Hop. Okey. Lekin haqiqatdan men ham selni bo'lyapman, ukalar. Faqat mana shu hozirgi turgan bolni minimumlarimiz mana shu yerlar o'ylantiryapti meni ham. Xolos, shu yerlarni ham bitta impuls bilan yorsak, men ham qo'shilaman bemalol shu pastdagi ijaragacha ishtob tushib kelsa kerak degan ideyada qolaman. Lekin ungacha o'ylayman, ishtob mana shu maksimumlarimiz bor. Qo'rqitib turgan shu maksimumlarni yorsak, ozgina baribir atkat bo'ladi maksimumgacha, ilojimiz yo'q. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ustoz, charchamadingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Da, rahmat, o'zlaringiz yaxshimi aka? Hozir tashlagan ideyani man tashladimda, anchadan beri kirolmayotgandim gruppaga sog'ligim tufayli. Hozir kirib endi qaradimda. Tamam. Shuni tashladim. Endi H4da qilgandim buni, ustoz. Qani, qayerga tashladingiz? Orga tashlaganim bor-ku, men tashladim shuni. Hozir ko'rdingizmi? Ha, bumi? Aha. Okey. Shuni tashlab H4da qildim. Zonalarni o'sha sizni darsingizni ko'rib H4da maksimumlarni chizib olib. Hop, yaxshi, to'g'ri. Demak, analizni ko'rib chiqamiz. Yaxshiroq qilib yondashib ko'ramiz ekan. Demak, bizda eng yaqin 3 ta minimum mavjud, 3 chizishga haqqimiz bor, как положено, xato bo'lmaydi. Ondan keyin bu holatda ham xato bo'lmaydi, misol uchun. Hop, minimumlarimiz mavjud. Aha, keyin mana bu holatda ham olsak, o'ylaymanki, bizda xato bo'lmaydi. Fraktal struktura bo'ladi. Hop, demak, fraktal bo'yicha birinchi proboy mavjud, ikkinchi proboy mavjud. Bu yerda bizda prosta to'siqmikan deb o'ylayapman-da. Bu yoqda mana bunaqasiga oladigan bo'lsak ham. Hop, adboy bo'lamiz. Yasni yana chiqsak yana bir bor adboy va buni yorganimizdan keyin shu aka ko'rsatgandek minimumlargacha qo'shilsak bo'ladi. Hop, nimaga? Chunki bilamiz, to'g'ri, fraktal struktura bo'yicha o'sha keyingi fraktal yorildi, misol uchun eng yaqin fraktal yorildi, keyingi fraktalgacha kuzatishimiz mumkin yurishini. Demak, keyingi fraktal mana shu yerda. Hali bu fraktalimizga narx hali yetib kelmabdi ekan. Endi yetib kelishi ham должен degan qoida yo'q, prosta
bizada analiz degan narsa bor. Shu bilimimizdan, o'qiganimizdan kelib chiqqan holatda taxmin qilamiz. Demak, taxminimiz bo'yicha shu liniyani bir ko'rib, ya'ni mana bunday ko'rinishda xatsap ko'rib, keyin chiqib ketadimikan degan taxminimiz bor. Nimaga? Chunki bu yerda barcha qoidalar o'zini oqlab bergan. Misol uchun, proboy narx tushib kelyapti keyingi fraktalgacha. Bu fraktal ham yorilyapti. Demak, endi biz taxmin qilamiz keyingi fraktalgacha. Prosta ungacha bo'lgan to'siqma mavjud. Tushunarlimi? Birdaniga tushib keta olmaymiz, chunki bizada chiroyligina nima mavjud bu yerda? O'sha minimumlarimiz va zonalarimiz mavjud. Zona kuchli qilyapti xolos. Zonamiz kuchligidan kechadan beri shu yerdan qaytyapti narx. 1, 2, 3 kerak bo'lsa mana bu ham 4, mana bugungina 5. Tushunarlimi? Prosta zonamiz kuchli qilyapti, bir necha bor narxni qaytarib boryapti. Hop, bu yaxshi, demak, skoro buzilsa impuls bilan oqib ketadi degan ekan, agar minimum buzilsa. Bu demak shu analiz bo'yicha. Tepadan kelgan uchburchakka ham o'xshab qolmayaptimi? Hozir chizdingiz-ku. Tepadan kelgan uchburchak 80% holda pastga ketadi. O'zi kitobda shundayku. Ana patern, shu bayroq paterniga ham o'xshab. Flagman. Hop, bo'ladi. Mamnunroq, sen kichikroq tanishlar yaxshiroq ko'rinadi bu yerda. Hop, bo'ladi, faqat o'sha kanaldan chiqib yuryapmiz. Kanaldan pastga chiqdik, yuryapmiz, yana kanaldan pastga chiqdik, yuryapmiz. Demak, yana kanaldamiz. Hop, agar kanalda primerna qilib yana pastga yorsak, yana pastga yurg'izish ehtimolimiz mavjud. Hop, mana prosta o'ylantirayotgan narsa maksimumlarimiz bir-biridan pastda-ku. Shuning uchun bitta yangilab keyin tushsak kerakmikan deyapman-da. Agar urush yomon ta'sir qilmasa, bu menimcha sel ketib qoladi, ustoz ham. Urushimiz ta'sir qilmasa, ozgina sel yurishimiz kerak ekan. Shu fikrdaman o'zim ham. Lekin hozir ko'ramiz, yana onlayn bozorda ko'rib chiqamiz. Zonalaringiz bo'yicha gapiradigan bo'lsak, hop, primerna zonalaringiz to'g'ri. Hop, shu minimum olamiz, misol uchun. Bu yoqdan keyin switchani mana bu yerdan bu switchani soyasini olsak ham bo'ladi. Hop, minimumni oladigan bo'lsak, primerna shunga to'g'ri keladi o'ziga. Minimumni olmaymiz, soyasini o'zini olib qo'yamiz, bo'ladi. Bizlar uchun tushuvchi trendda eslaringizda qolsin. Ya'ni bizlarda tushuvchi trendni narxni minimumlarga qaraymiz. Zona qilishda, hop, narx bizlarda o'suvchi trenddami, narxni maksimumlarga qarab zona olamiz. Tushundingizlar? Mana shu bizada balshoy sira desak ham bo'ladi sonada. Hop, mana shuni ko'rinish, ya'ni soyasi bo'yicha qildik, tanasi bo'yicha qildik, oldik va soyasi bo'yicha keyingi minimumni soyasini birlashtirib qo'ydik. Demak, primerna mana shu zona hali bizada narx kirib kelmagan. Ya'ni kelajakda ishlab beradi mana shu zonangiz baribir. Misol uchun kuchga ega, chunki hali retesimiz yo'q. Hop, keyin ketayotgan bozordagi zona qilib olishimiz uchun desak, misol uchun mana bu maksimum qo'yib olamiz. Mana bu soyasini qo'yib olamiz. Shu yerga mana kirdik. Undan keyin darsga tushib ketamiz. Mana shu ko'rinish. Hop. Mana bu yerga anchalik ko'rinadi. Keyin bu yerni endi katta zona qilib olgansiz. Hop. Bo'ladi, katta zona qilib olgansiz, yomon emas. Endi buni yanada filtrlash kerak, ya'ni zonani. Hop, yanada filtrlaydigan bo'lsak, misol uchun deylik. Shu minimum olindi. Demak, mana shu minimumda soyasini olsak ham bo'ladi ekan. Primer. Mana bu bizada zona deylik. Kirdik, chiqamiz, kirdik, chiqamiz, zonaga polni kirdik, chiqib ketamiz, yana kirdik, chiqamiz, yana kirdik, sekin chiqamiz. Mana bu ko'rinishda zonani olsak, yanada to'g'ri bo'ladi. Hop, bu yerda-chi, bu yerdan bizada maksimumlarimiz bo'yicha prosta maksimumga chiqamiz, qaytib ketamiz, chiqamiz, qaytib ketamiz, yana chiqamiz, qaytamiz, demak yana chiqsak, yana qaytib taxmin qilamiz. Hozircha shuni ko'ra olamiz, xolos. Bo'ldi. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Charchamabsizmi? Alaykum assalom. Rahmat, bizlar yaxshimisiz? Ustoz, mana bu 83 dan bayim bor edi-da, bitta bezubitga qilib qo'yib 400 gacha ushlab tursam bo'ladimi? O'sha eng yaqin maksimumgacha ushlasangiz bo'ladi-da, misol uchun. Hozir nima bo'ldi eshitinglar? Hop, mana eng yaqin maksimum shu bo'lsa 3298, 3400. Primerda mana shu. Demak, har qanaqa joydan agar kirib qo'ysak, eng yaqin maksimumlargacha, H1 maksimumgacha biz tepa qilib ushlasak bo'ladi ekan aka. Tushundingizmi?
kirib qo'ysam, Ha. hisob ikkilamanda eng yaqin maksimum. Uni farqi yo'q. Eng yaqin maksimum sizga 3 punktdan keyin kelsa ham, demak, o'sha sizda tepa 1 bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun har doim eng yaqin minimum yoki eng yaqin maksimum bizada tepa bo'lsin. Aha, rahmat. Charchamang. Ustoz, Shogird. Aha, давай. Bitcoin bosh Avitda bir nima qildim. Galoplicha bo'libdi, chotki. Mhm. Shu korobka chizsa, korobka chizsa, ana galoplichani onasiga borib yelkasigacha korobka chizib tortsa o'zi pastgacha keladi. Где-то shu 104 minggacha tushib keladi deymanda. Hozir ko'ramiz. Range'dan korobka emas. Tamam, hozir ko'ramiz buni. Hop, so'r mana M5 da qaraydigan bo'lsak, bu biz shogird. Shogirdlar mendan ham yaxshi ko'radi. Shoddaman. Shoddansiz? Bale shogird. Yaxshimisiz? Tamam. So'r, молодец. Signal berdingizmi? Hamma kiribdi shu yerda. Ha, u yerda signal berganman. So'r, shogird. Shogirdlarni zonalarni ko'rib borsangizlar ham o'zi o'rganib olasizlar. Agar zonalar belgilagan bo'lsa, masalan, mana bu yerda belgilagan. Oxirida 4 tasdiq bo'ladi. Oxirida filtrlab nimani qo'yishdim? Fibonacci'ni. So'r. Bizada minimumlarda ham zonalar kuchli va chiroyli. Nima desardin? Vakansiya? Ha, kech. Dotmi? Assalomu alaykum, Shahrom Ali. Ustoz aytganlaridek, golova plicho hosil qilib 80 punkt yurib berdi. Demak, bizada plichomiz, golovamiz, plichomiz примерно yurib berdi. Xo'p, endi mana shu korobka dedim. Korobka aylantiribdi-da, range deylik. Xo'p. Okey, shu minimumlar. Zo'r. Juda ham yaxshi. Analiz 5. Shogird qachon kelasizlar? Sezon boshlandi, kelmaysizlar? Xudo xohlasa aka yaqinda boramiz. Shuni maslahat qilib turgandik. Kelinglar shogird, nasib bo'lsa, uzoq birovlardan chaqiraman sizlar. Sizlar emas, o'zi hammani chaqiraman, shunda kelinglar. Xo'p aka. Boramiz. Kattalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Merhaba, boshliq, yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Hop, bizlarning analiz bo'yicha ham bozor 110 punkt harakatlandi. Kattalar kirganlar bo'lsa, hammani tabriklayman. Zo'r. Analiz bratva. Xo'p, okey, demak, bizadagi olganda bugun uchun zonalar va ideyalar shu. Xo'p, mana shu kanal qoldi hozir, eng yaqin kanal. Kanalni yana yoriydigan bo'lsak, dальше uverin bo'lamiz, то что yana bayga ketishiga. Yanada bayga kuchliroq signal mana shu maksimumlarimiz yorilgandan keyin ekan. Xo'p, agarda bizada maksimumlarimiz yorilmasdan sekin selga agarda qanaqadir tasdiq beradigan selga yurishimiz. Xo'p, endi hozir globalni bo'yicha qaraydigan bo'lsak, hozir Bitcoin ham ko'rib chiqamiz, 1 minut. Tashkilotni tugatib olaylik. Xo'p, примерно mana shunday ko'rinish ekan deylik. Xo'p, narx kanali deylik va kanalda birinchi bizada o'sha maksimumlar to'g'ri bo'lishi kerak va keyingisi minimumlar ekan va undan keyingi holat пробой kuzatdik deyapti. Как положено, retest и продолжение. Продолжениеdan keyin maksimum yangilanishi ekan. Shu yerda bizada примерно retest holat ekan. Xo'p, idealchi yana Fibonacci men o'zi endi o'rgataman, misol uchun o'quvchilarga, boshqaga hammaga o'rgataman. O'zimcha ishlatmayman. Tek shu yerda bir ishlatib ko'ramiz ekan. Avvalgi nuqtalar hosil bo'lgan, demak, bedanaga tortib ko'ramiz ekan. Примерно bizada 23 perifay va 23 territoriyadan dальше retest. Hop, yaxshi, endi eng yaqin bozor bo'yicha ko'rsak,
Ну, примерно baribir bizda mana shu maksimum ko'rsatyapti Fibonacci'miz ham o'zi kuchli maksimum shu ekan. Boshqa narsalar kerak emas menga Fibonacci. Hop, Fibonacci bo'yicha примерно shu maksimum ko'rinyapti. Haqiqatdan ham shu maksimumdan keyin narx o'zgarib ketadi ekan. Hop, bayga bo'lsak, kuchli bayga chiqib ketamiz. Qo'rqmasdan keyin bu уже keyingi maksimumlar, chunki bu maksimumlar nimaga demaymiz? Chunki bu maksimumlardan o'zi narx aytyapti va bu maksimumni o'zi retest sifatida keladi. Demak, o'tkazib olsak shu yerdan bayga dars qo'shib olsak bo'ladi. Bo'lmasa ham keyingi zonalarimiz bizada 65 va 58 oralig'ida. O'sha 65 va 50 65 va 60 deylik. O'sha примерно 50 punktlik oraliq, undan keyingi bizada dals narx borsa chiqishi mumkin bo'lgan zonalar ekan. Xo'p, shu demak tillarimiz bo'yicha tashlab o'tdim. Shuni kuzatasizlar. Bular bo'yicha demak Bitcoin bo'yicha hozir teraveraylik, o'z global ma'lumotlar bor. Hop, Bitcoin bo'yicha 155 ming anchadan beri kutyapmiz buni. Shu 155 ming degan global bo'yichani qarasak, 155 ming ko'ryapman. Hop, endi buni lokallashtirsak, faqat kanal bo'yicha qaraymiz bunisi. Bitcoinda kanal ko'rinyapti faqat. Hop, mana shu ko'rinish. Bu yerdan shu ko'rinish ekan. Bunda shundoq qilsak, normal. Hop, endi bizada narx kanaldan chiqib ketdik, dars sessiyamiz va narxda o'sha maksimumlarimiz mavjud, minimumlarimiz ham mavjud kanalimizda. Demak, kanalimiz bo'yicha narx maksimumdan aytyapti. Retesini qilib berdi. Hop, demak, maksimumdan minimumgacha keldik. Minimumdan yana maksimumga chiqdik. Maksimumdan yana retest turibmiz ekan. Hop, dальше ham qilsak ko'ramiz. Manimcha kechqurun analiz qilganman. Hop, mana chiqishdi o'zi kelib qo'ygan. Hop. Qaraylik, zona qilib olganda line chatga o'tkazyapman. Maksimum ikkitasi yaqin bo'lgani uchun shu ikkalasini birlashtirdim. Eng yaqin ikkita maksimumlarni. Demak, shu yerdan retest vazifasida kelibdi ekan. Biz buni bilamiz, to что supportlar singandan keyin resistance vazifasida kelishi mumkin. Va men bir necha resistancelarni birlashtirib, zona qilib oldim ekan. Tushunarli? Hop. Bu yerda deylik bizada likvidatsiya qilib ketibdi ekan narx. Qaraydigan bo'lsak, o'zidan oldingi bir necha switchlar maksimumlarni yangilab, ya'ni likvidatsiya deyiladi bu. Likvidatsiya qilib, undan keyin narx impuls bilan tushish kuzatishimiz mumkin. Juda ham chiroyli bizada tushib kelgan. Xo'p, mana bu yerda ham bizada chiroyli tushishimiz mavjud. Shu ko'rinish. Hop. Примерно bizada mana shu ko'rinish, ya'ni Bitcoin globalniy oraliq range'da qoldi ekan. Hop, shu 84dan az. Demak,
Demak, mana shu oralig'dan dal shirretdingiz. Undan keyin mana bu nuqtagacha dal tushish kuzatishingiz mumkin ekan. Xo'p, endi trend bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ozgina sell trendda turibdi Bitcoin ham. Nimaga sell trendda? Chunki impuls bilan bizda tushib kelamiz. Ko'p bo'lsa akalar bu yerda bizda range bo'lishi mumkin endi buyog'iga. Baribir skорее всего sell ketish ehtimolimiz kuchaygan shekilli. Shunaqa ko'rinish. Taxminan bitta sellga borib, undan keyin dal pay bo'lishimiz mumkin. Bitcoin'dagi holatimiz pulni narx kanal ichida yuribdi va kanalda maksimumdan qaytdik, retestni ham qilib berdik. Demak, narx kanalda minimum deylik примерно shu yerda ekan. Endi biz minimumgacha ketiramiz deb aytayotganimiz yo'q. Хотя бы biz aytamiz, что престольник, teorik prestolnik kizlar хотя бы Bitcoin ko'rib kelish kerak. Undan keyin dal shu yerdan ozgina atkab yokida shuni yo'raydigan bo'lsak, haqiqatdan keyin 100 mingga tushadi Bitcoin yana dal. Bo'ldi, boshqa qiyinchilik kerak emas Bitcoin bilan. Boshqa analiz ham joylama shart emas. Просто endi kuzatib, chiqdi qilish qoldi xolos. Shu. Hop, mana qaysi paran ko'rib bering. Hop. Ko'p zoda o'sha kommentlarga analizimiz bo'lsa kerak. Yokida o'tgan haftaning oldingi analizlari mana bu o'z ochishda sell zonalarimiz ham bo'lgan. Mana videoda qolib ketganmiz. Sell zonalar как положено oqlab bergan. Undan keyin bizada sell примерно o'zi buy zona bu. Nimaga desak, 1 2 3 4 bir necha resistenslarni nima qilyapti ekan, support qilib, ya'ni support vositasida kelyapti. Shuni hisobiga bizada mana shu minimumlardan o'ylashimiz mumkin. Atskok, ya'ni buyga ozgina atskok o'ylashimiz mumkin. Shu. Nimaga? To'g'ri-ki? Shu edi. Okey, bu последний o'zimiz uchun analiz. DXY ham ko'rsatib ketaman. DXY'da 95 minglarga tushadi deb taxmin qilaman. Hali tushmabdi. Tushadi ekan skora. Buni agar oldingi streamlarimizni ko'rsangizlar, o'zim aytgan streamlarimda hammasida bor shuni. Anchadan beri aytib kelaman. Juda ham ko'pdan beri shu $100 edi adashmasam. 95 ga ko'ramiz deb kelaman. Assalomu alaykum. Hadi. Ha, aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz. 98 ming edi narxi, aka 92 mingga ham tushadi deganingiz. O'zi 95 mana belgilab turibmiz. Birinchisi shu 95 ga tushaydi ham. Undan keyin ham bo'lsa kerak, undan keyin. Hatto shu ekan, o'zi eng yaqin 95 ga hozircha tushaylik. DXY baribir kelajakda tushadi. O'zi ko'rasizlar-ku, Amerika bilan ham juda yaxshilik emas, shuning uchun dollar ozgina qadrsizlanishimiz kerak. Demak, bu qadrsizlanishimiz 95 dan boshlanadi. Hop, 95 dan boshlansak, keyingisi umuman retest qilmay ketgan zonasi bordi. Mana shu yerga kelsak kerak ham. Agar oraliq nuqtamiz katta bo'lmasa. Demak shu 93, 92, 95 примерно bizada tushib kelishimiz kerak. TP1 95, TP2 92. Undan keyin DXY'da shu holat. Demak, endi ko'pchilik aytadi-ku, что DXY tushadigan bo'lsak, tilla ko'tariladi. Men bilmayman, unaqa solishtira olmayman. Agar mabodoga siz shunaqa vaziyatdan foydalanib bilsangiz, DXY uchun shu vaziyat, ya'ni DXY kelajakda kelajak ham juda uzoq kelajak emas, akalar. 1 oydir, 2 oydir uzoq bo'lsa, shu 95 ming ko'rib kelamiz. Juda uzoq emas, $3 arzonlash. Hop. O'sha tillada kelsak, tushundik, что bizada qaysi qildik, saqlayman. Tillada tushundik, eng yaqini uchibi riskolat qilgandan bizada maksimumda yorilsak, mana bu yerdagi switchlar bo'yicha payga kiramiz. Qo'rqmasdan bemalol shu keyin 400 kun kutib ishlasak bo'ladi. Men o'ylayman, buni ham keyin bizlar ushlab qola olmasak kerak. To'shda buni ko'pchilik o'ylaydi, qaytarib yuboradi. Shu uchun ham bitta perihay bo'ladi degan fikrdaman, agarda bular yorilsa. Mana shu maksimumda yorilmagancha esa, hozircha shu qilgan ijam bo'yicha sekin selda qolib turaman.
Shu maksimum yorilsa bo'ldi, selijani unutaman. Bo'ldi, maksimumgacha keyin bayiga harakat qilaman. 400 punkt, 450 punktgacha. Tushunarli? Ungacha menga bunaqa qisqa bu yerdan sel kirib qo'yib, ozgina bay yursa, bay ketdi-ku deb yoki bay kirib qo'ysam, ozgina sel yursa, endi sel ketdi-ku deb, unaqa narsa men ikkilantirmaydi. Men shu bir taraflama kirishga harakat qilaman. Maksimum yorilsa bayga kiraman, yorolmasak dalish seliga kirib, selni ushlab Вот, mana shu bo'yicha ham harakat qilishingiz mumkin ekan. Hop, aka-ukalar, agar shu joygacha tushungan bo'lsangizlar, bugunchalik hozirchalik streamimizni tugataman. Yana agar qanaqadir qo'shimcha ideyam bo'lsa yoki qaysi rejamiz admin bo'lib, qaysi rejamiz aktiv dedim, aktiv bo'ladigan bo'lsa, biroz xabarni beraman. Zilka qilsam, zilkani ham screenshot qilib tashlayman. Bilasizki, o'sha haftada 3 marta yoki kelana 4 martagacha savdo qilaman haftasida. Lekin harakat qilaman shuni yo'llasam ulashishga. Пока что shu hafta uchun hali akalar to'g'ri zilka qilmadim. Deyarli qilmadim ham desam bo'ladi. Demak, shu hafta uchun hozir endi boshlanadi savdolar. Bugun ertadan boshlaymiz. Sizlarga zilka qilsam, zilkani screen qilib tashlayman hali yana. Hop, ungacha sizlar streamlarni bir ko'rib chiqinglar. Yana bir bor nima bo'lasizlar, cho'qqini qayerdan harakat qilishimiz mumkinligi. Hop, bu ham bizada katta retesfi zona, H4 uchun zona. Tushundingizlar? Bu qizil olganim H4 uchun zona. Hop, shu ko'rinishdan tashlab qo'ying. Hop, Oybek, yaxshi analiz qilyapsiz, lekin ko'p analizlar qilib bo'lasiz ham. Yaxshi, lekin ko'p deganim ko'p instrumentlar qo'shib o'rganib, atak yaxshi analizlarsiz. Oybek. Hop, Krasavchik, mana. O'zi sizlar ushlagan bo'lishlaringiz kerak edi. Baydi. Shahrom bilan birinchi vaqtda. Hop, mana shu ko'rinishlar ekan akalar. Eng zo'r baylar H4 da o'zi ko'rinib turibdi. Qayerdan bay? Eng zo'r sellar ham H4 dan ko'rinib turibdi. Просто yaxshilab e'tibor berib bitta ko'ramiz. H1 larga uncha aldanib qolmaydi, ro'qor bo'lib harakat qilamiz ekan. Hop, akalar, o'ylayman shu yergacha tushuntira oldim. Zapsni tashlab beraman. Bitta ko'rib chiqinglar. Yana yangilik bo'lsa, o'sha stream qilib sizlarga ham xabar beraman. Hop, barchaga rahmat. Keyin razbor analizlar teritoriyamiz bor. Shu yerga ko'proq iloji bo'lsa, o'zlaringiz qilayotgan analizlarni tashlab boringlar. O'sha istoriyada o'tib ketgan analizlar bo'lsa ham mayli. Shtob men bilib o'rgatayotgan narsamiz tushungansiz. Tushunganingiz qayerdan ko'rsatasiz? Istoriyadan ko'rsatasiz-da. Ketayotgan bozor o'zini yo'liga keyin qilib ketaverasiz. Muammosi yo'q. Chunki tajriba ko'z kommunitini maqsad. Prosta bizga zarur shu ko'rib chiqing. Nima gap siz qanday tushundingizlar? Shu muhim edi. Ustoz trend liniya va zonalardan boshqa narsani ishlatmay qo'ydim. Ustoz haftada uzog'i 5 marta savdo qilibman. Ustoz rahmat. Chunki Oybek mana shuni bo'lish kerak o'zi. Haftada 4 marta shu yokida 5 marta, ya'ni kuniga 1 martadan savdoga to'g'ri keladi agar bo'lsa. Shu savdo usulimiz yaxshi. Keyin bozor shuni ochganimizda faqat gorizontalni uring. O'zi qaranglar akalar. Oddiyda. Xo'p, bozordan foydalanamiz. Faqat gorizontalni uring yokida vertikalni uring. Vertikalni uring bu liniyalar, gorizontalni uring bu zonalar tipi. Uringlar ekan. Tushundingizmi? Boshqa hech nima yo'q bozorda. Har qanaqasiga spor qilinglar, har qanaqasiga ko'rib chiqinglar. Befoyda. Nima qilsanglar, shu taqaladi. Misol uchun mana bunday qilib zona qilib olsanglar, global qilib, bu ham maksimum minimum belgilayapsiz. Bu nima? Gorizontalni bizda uringlari birlashtirilgan holatda zona qilib oladi. Demak, bozorda boshqa narsa yo'q. Gorizontalni uringlar yoki vertikalni zonalar, to есть vertikalni liniyalar. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Mana shulardan foydalanishni o'rganamiz, bo'ldi. Shu, siz ham shu uchun zona va boshqa narsa ishlatib qo'ygandingiz. Shunaqa. Hop, okalar, o'ylaymanki shu joygacha tushundingizlar. Pagashto shu. Keyingi darslarda men sizlarga shtobi mana zonalarni beryapmiz-ku, sekin-sekin o'rganyapsizlar, zonalarni analiz qilishlarni, misol uchun deylik. Mana shu zonadan sel ketish uchun switchni o'rgataman va shu zonadan buy ketish uchun switchni o'rgataman. Ya'ni M300 yopilib beradigan switchasi bor, H1 yopilib beradigan switchasi bor. Shunaqa switchlar yopilib beradi, sizga signal ko'rinadi, shu vaqtda shu yerdan buy beradi agar buy ketish kelsa narxda. Agar buy ketmasa, qilib turadi, siz zerkochni qarab turasiz.
Faqat bu etaplarga keyingi darslarda yetib kelamiz. Hozircha shu yergacha yaxshilab etaplarni o'zlashtirib olaylik, keyin qolganidan davom ettiramiz. Xo'p, kattalar barchaga rahmat. Shu joyda o'chiraman, sal turib yana bog'lanaman. Hammaga rahmat, chaqsin.